İnsan her gün amanetdarlık kılıp, başkalarının işence kılga yerden çıkıp, işence tuygur sürüp ziyan tatkan emez. Amanetsizlik kılıp, başkalarına işencisizlik kılıp, payıp tatkan emez. Bir hikaye anladım. Ve əməli bolğan bir vaqalik, bir taksi şoförü maşininin keyin orunduqda bir xalta kögen. Bu əxlat xaltısı deb oylagan dəsləpdə. Çünki taksiga chiqqanlar ashta bir əxlatlarni qo'p turdi ahvollar. Lekin qarab, g'oyat zo'r hajmdagi bir mablag' hamda 20-30 million keladigan-da. Bu pulni elib 4 kun izdigan hamda, ya'ni pulning egisini. Oxirida topgan. Pulning egisi buningga rahmat, tashakkurini bildirib, isil mashinaning birini buning so'q qilgan. Qolgan pullarni akab, demak bu odam o'zining qilgan ihsanıga halal yolla erişti. Bunda misallar intayin köp. Ben mesela bir vakalık okup kaldım. Washington'da bo'lgan ahval ekan, yani bir Müslüman şoför, taksi şoförüden birisi o'zining mashinasi tiqib qolgan $10,000 pulni saqchiga ma'lum qilib yetkazib berganda, saqchi bir nechta to'liq o'tir maktabning o'quvchilarini yig'ib shu vaqtida shu o'quvchilardan bir fikr olgandek bir savol so'ragan. Agar siz $10,000 silingan bir xaltadan birini topasiz, qanday qilasiz? Tabiiylan ko'p sondagilarninki uning bildigan inkasi xayli. Ama şu vaqtida saqchi shuni e'lon qilganki shularga ma'o musulmon shoför ma $10,000 tepilib asliga egisiga qana qildi. Ama bu asli islomning bizga bergan bu ta'limotlarini agar hayotimizga tatbiqlasak, ajoyib go'zal manzillar o'tirg'i chiqadi. Millat musulmon birovlarni da'vat qilaman deb onda so'zlab ketishning hojati yo'q aslida. Unchalar kitob yozib ketishning hojati yo'q. Musulmon bulapmi islomga ikkilanish ko'zi bilan yoki o'chmanlik ko'zi bilan yashayotgan ko'zlarning qashida yashayotgan inson bo'lib qolgan vaqtida o'zi sog'lom musulmon bo'lib qolsa, islomning axloqi bilan o'zi zinatni yalsa, ajoyib katta bir da'vat o'qidi. Bugungi kunda ko'ryapmiz hamda. Mayli Yevropa ellarida yashayotgan musulmonlar bo'lsin yoki bizga o'xshash Istanbulga o'xshash yerda yashayotgan boshqa millatning oldida taxib baho qo'yilmagan bir millat o'lishibimiz yashayotganlar bo'lsin. Biz qilgan har bir ish shaxsan gunoh hisoblanib atilmaydi bizga. Masalan, Yevropada olsun, Shayda olsun, bir odam axloqsiz masaladan birisini o'tirg'i chiqarsa, bir passiv pozitsiyadan birisi o'tirg'i chiqib qolgan vaqtida o'ttul barmoqning uchi biz tava bo'lgan dinga, biz tava bo'lgan millatga qaratildi. Mana musulmon manda qildi. Ko'ryapmiz bugungi kundagi medialarda. Qachon bir odam bir vaqa, birovni o'ldirish yoki birovni aldash, birovni qo'yib ketish, masalan, ish qilib axloqqa zid ishlardan birisi yuz bersa, musulmon terrorchi. Masalan, bugungi kunda biz yashayotgan rayonlarda Pukuni millat, palaniyalik masalan bunda ish qildi. Ya'ni biz qilgan axloqsizlik shaxsimizga emas, bizning dinimizga, millatimizga udul qaratiladi. Ama o'zimizning islom jamiyatida yashagan bo'lsak, o'zimizning yurtda yashasak, Ahmad Mahmatli qilgan ishning hammasi shu Ahmad Mahmatga tava bo'ladi. Bu nuqtadan men sizlarga shuni deymanki, sizlarning bir go'zal axloqni o'tirg'i chiqarganliginglar butun kishilarni da'vat qilganliginglar bo'ladi. Sizlarning bir axloqsizlikni, axloqqa zid ishlardan birini o'tirg'i chiqarganliginglar, bir jinoyat ishlaganliginglar, bir xatolik o'tkazganliginglar atrofki dinsizlar yoki dinga o'zi bek kirmaydigan o'zi musulmon bo'lsa, masalan biz yashayotgan jamiyatga o'xshash, ammo o'zining fosiqlik bilan yashayotgan insonlarning o'zining hayotiga qanoat qilishiga yordam bergan bo'lasizlar. Ular shu videoni men musulmon deb turib qarasa, o'zining ahvoli boshqacha, musulmonning ahvoli boshqacha. O'ylanadi. Sizlarning go'zal axloqlar chiqib turaversa, balkim ta'sir qilishi mumkin. Amaliyotda tarixda musulmonlar so'z bilan emas, amaliyat bilan nurg'un ishlarni ko'rsatgan, nurg'un davlatlar shu xil shaklda musulmon bo'lgan misollar intayin ko'p. Ama shunda vaqtda sizning shunday nachar ishning birini ko'rdimmi? Shu aman o'zining ahvolidan huzurunda. Buna ahvoli bu bo'lamanki. Voy biz taqvodor, voy muhofizkor, voy biz degan dindor da'vat qilgan ahvoli bu. Tab o'zining ahvolidan o'zi qanoat qiladigan bir holat. Mana bu şey kelgan vaqtda biz ashularning dinga kirmasligiga sabab bo'lgan bo'lamiz, taqvo yo'liga kirishdan to'sgan bo'lamiz. Qur'ondagi Alloh bizga o'rgatgan bir duoning aksi buncha chiqqan bo'lamizki, Robbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru. Biz ash insonlarning dinga kirmasligiga fitna bo'lgan bo'lamiz. O'zimizni musulmon deb yashab, boshqalarning dinga kirishininki oldini olgan bo'lamiz. Alloh bizni bundan qana qilsin, saqlasin.